Assalomu alaykum. Uzilish bo'lib qoldi. O'tgan hafta chorshanba, payshanba kundan beri video olaman shekilli. Savdolarda nima gap? Savdolar har doimgidek rezultat yo'q. Qanaqa rezultat yani? Akkaunt silif bo'lgani yo'q, pul ham ishlab topganim yo'q hali. Birinchi etapda turibmiz, o'sha $5000 olgandik, shuni 5000 birinchi etapida turibmiz. Savdo bo'yicha kamchiliklar bo'lyapti. Qanaqa kamchilik desa bo'ladi? Doim trendga qarshi kirib olyapman. Meni xatolarim qilayotgan xatolarimni o'zim tushunib yetdim. Ya'ni trend yo'nalishiga qarshi savdo qilyapman. Hozir boshqa setup yozishga, boshqa setup qilishga, o'zimga bir qoida qilishga harakat qilyapman. Ya'ni temir qoida qanaqa bu? Temir qoida har qanday setupni faqat yo'nalish trend bo'yicha ishlatish. Qanaqa setup bo'lishidan qat'iy nazar, trend topdim, shu trend yo'nalishi bo'yicha savdo qilish. Bozor tushunarsiz bo'lsa, setup bo'lmasa, bekarchilikdan trendga qarshi kirmaslik. Bu ham trendga qarshi kirmaslik bo'ldi. Ikkinchi qoida ham shu trendga qarshi kirmaslik. Uchinchi qoida har qanday ahmoqgarchilikdan entry, omadni sinash uchun entry, tasodifan bosilib ketishi yoki shunchaki birovga ko'rsatish uchun qilingan entry trend yo'nalishi bo'yicha bo'lishi kerak. Ya'ni trend tushuvchi yoki ko'tariluvchi trend. Shu yo'nalishi bo'yicha qayerda bir FVG bormi? Sell side bormi? Ana shu zonadan entry qilishim kerak. Trendga qarshi emas. Trendga qarshi bunaqa masalan imkon bersa mayatdan kirib ko'rgan emas, trendga qarshi emas. Trend yo'nalishi bo'yicha shu qoidaga amal qilishni o'rganishim kerak. Chunki trendga qarshi kirib olyapman. 2-3 marta stop yedim. Notion'ni ochadigan bo'lsak, Notion bu juda bir unaqa holatda, achinarli holatda. Achinarli holatda minus ikkita minus, yana bitta minus bo'lishi kerak edi. 100 ga akkaunt ham 2% prosentkada turibdi. Bu ham faqat trendga qarshi. Ya'ni mana bu bo'limda qoidaga amal qilinganmi degan bo'lim bor. Ha yoki yo'q deb yoziladi. Qoidaga amal qilingan bitta, ikkita, uchta, to'rtta. Qolgan hammasi qoidaga amal qilinmagan. Yo trendga qarshi, yo bir qanaqadir o'z boshimchalik bilan ochilgan сделкалар hammasi. Hop. Undan keyin lekin risk 0.5% bo'lyapti har doim. Risk 0.5% qilyapti. Risk ko'paytirmayapman, katta qilmadim. 0.5%. Endi ko'ramiz. Nimani o'zgartirish kerak? Setupni o'zgartirish kerak. Setupni o'zgartirish kerak. Faqat trend yo'nalishi bo'yicha. Ya'ni o'tgan safar oldingi videoda aytdik, bizga POI zona bo'lib 1 soatlik FVG zona, FVG zonamizga narx kirgandan keyin shu yerda manipulyatsiya berilsa, ana shu zonadan kirish kerak. Bunaqa holat bo'ldi bir necha marta. Masalan, yevro USD oladigan bo'lsak, buni Aziya seshanba kungi holat. Bizda pastda yana bitta FVG'miz bordi 1 soatlik. Bu yerni chopib tashlaymiz, hozir ko'ramiz. Ya'ni London tushdi, FVG tashab ketdi. London tushish jarayonida FVG tashab ketdi.
Shu yerda bizga entry bormidi? M3 time frame olamiz. Entry bor edi. Ya'ni hozir 1 soatlik FVG ning ichida bo'layotgan holat. 1 soatlik FVG'miz bor. Hatto buy side tashab ketgan mana buy side'lar. Buy side'lar narxi yechdi, narx buy side'larni yechdi. Biz global downtrend holatda bo'lganimizni e'tiborga olishimiz kerak edi. Hop, undan keyin 1 soatlik FVG ni 0.5'ligini 0.5 reaksiya berishini ham e'tiborga olishimiz kerak edi. 1 soatlik FVG ning ichida narx manipulyatsiya qilyapti o'zini maksimumini. Undan keyin bitta shift beryapti, ya'ni slom struktura beryapti. Undan keyin bizni kiradigan zonamiz mana shu zona edi. 50% ga narx qaytsa, FVG ni ham 50% bo'ladi. Bu mana bu slom strukturani ham 50% bo'ladi. Maksimum stopni yo maksimumga yoki 50 punkt qo'yib 1 ga 2 yoki 1 ga 3 olsak bo'ladigan holat edi. Lekin buni eson-omon o'tkazib bu holatda o'tkazib yubordim. Matdan bayga kirdim shekilli, 17 mingdan bayga kirdim shekilli. Bayam bezubutga chiqib ketganman, bayga kirganman, lekin bezubutga chiqib ketganman. Ana shu kuni mana shu 17 ming zonadan bayga kirdim. Bay narx yetib kelmasdan hatta yangiligimiz bor edi. Yangiligimiz bor edi. PPI bor edi, yangilik. Shuncha yurib berdi narx menga. Shuncha yurib bergandan keyin yopmasdan o'tgan safar video qildim shekilli, bu haqda yoqamadim. Xullas yopmasdan kutib o'tiraverdim. Meni nimam bo'yicha, setupim bo'yicha mana bu joydan 1 soatlik problem joniga kelgandan keyin narx mana shu joydan setup qilib FVG ning ichidan trend yo'nalishi bo'yicha savdo qilishim kerak edi. Lekin men unaqa odam emasman, ya'ni unaqa darajada professional emasman, lekin xatolarni ko'rib chiqyapman hozir. Mana shu joydan kirishim kerak edi. 1 soatlik FVG yurib bergan 1 ga 2 yoki 1 ga 3. Hop, keyingi holatimiz keyin yana narx ochilyapti. 13-kunimiz, 14-kuni ochilyapti-da. Mana bu konsolidatsiyani mana shu zonadagi konsolidatsiya bo'lsa, o'tgan 1 kun oldingi konsolidatsiya, korreksiya, konsolidatsiya. Shu konsolidatsiyani sweep qilyapti tepaga. Mana hayni yechdi. Bu Frankfurtda bo'lyapti, ya'ni Aziya ochilyapti. Frankfurt Aziyani hayni yechyapti. Darishi bizda targetimiz, birinchi targetimiz mana shu zona edi, sell side. Trend yo'nalishini bilganimizdan keyin, trend yo'nalishini sellligini ko'rib turdim. Yo'nalish sell edi. Ba'da akkumulyatsiya bo'lyapti. Akkumulyatsiyani manipulyatsiya qildi. Endi distributsiya qilish kerak lowga. Men mana shu zonadan sellga kirishim kerak edi. Aziya manipulyatsiya qilgandan keyin qanaqadir zona, mana BPR zonadan kirishim mumkin edi mana. Yoki FVG deb kirishim mumkin edi yoki vobshe mana shu yerda o'zidan. Mana shu yerda o'zidan bu likvidlarda mana bu polkani yechgandan keyin shu yerda o'zidan kirishim kerak edi. 1 ga 2 yoki sell sidegacha. Lan buni ham o'tkazib olamiz. Narximiz agressivni tushib ketdi.
Juma kuni ham shunaqa holat bo'ldi. Demak, 1 soatlik holat bizda qayerda bo'lgan edi? Aziyada 1 soatlik FVG'miz bor edi. Çok tutacağımız bir yağını. İçine time frame yutamiz M3'ga. Yani Aziya ochildi, trendi davom ettirdi, tushib keldi. Riski impuls berdi, bu yerda qanaqadir likvidlarni yechdi. Frankfurt ochildi, konsolidatsiya bo'ldi. London Frankfurt hayini yechdi. Frankfurt hayi ham likvid hisoblanadi. London yechdi buni. 1 soatlik FVG'da, yani shu 1 soatlik FVG'ning ichida manipulyatsiya bo'lyapti narx. O'zi yasagan, London o'zi yasagan maksimumni yechdi. Undan keyin investmentni yechdimi aytdi. Mana shu joyda investment yechilgandan keyin, tanasi bilan yechilgandan keyin biz mana shu zonada sellga kirishimiz kerak edi. Trend yo'nalishi bo'yicha savdo qilish uchun. Targetimiz 1.2 yoki 1.3. Prosta trend yo'nalishi bo'yicha savdo qilishim kerak edi. Buni ham o'tkazib yubordim. Buni ham masalan kirib o'tkazib yubordik. Chunki bozor o'tib ketgandan keyin ko'rish oson. Momentida narx qayerga ketishini bilmayman. Lekin bilmagan taqdirda ham narx global tushib kelayotganini ko'rganimdan keyin narx global tushib kelyapti. Down trend bo'lyapti, narx tushib. Aziya xuddi shunaqa tushib keldi. Keyin oxirgi impulslar bo'lyapti bu yerda. Bunaqalarda yechish oxirgi impulslar bo'lyapti. Frankfurt manipulyatsiya qilyapti, ya'ni range qildi Frankfurt. Bu yerda 1 soatlik FVG'miz borligini bilardik. Mana bu yerda 1 soatlik FVG'miz bor edi. Aziya o'zi tashab ketgan, ya'ni narx kelgan, urildi shu yerdan откат berdi. Mana shu joyga yana urildi. Ya'ni bu yer support zona bo'lib qoldi. Support zonaga urildi narx, yorib o'tdi support zonani. Yorib o'tish natijasida bizda 1 soatlik FVG tashab ketdimi? 1 soatlik FVG. Bizni M5 da yoki M3 time frame'da qiladigan ishimiz mana shu FVGni yo 50% dan kirishimiz bo'lib keladi. Shu 50 pips yoki 50 pips stop bilan. Mana FVGni 50% dan yoki tasdiq kutib, FVGning ichida manipulyatsiya bo'lgandan keyin tasdiq kutib, bizda mana oxirgi minimumda investmentni yechgandan keyin pastroqdan kirsak ham bo'lardi. Sell uchun. Mana shu joydan. Stopimiz bu yerga. Target pastga. 1.2. Polni yurib berdi. 1 soatga olamiz. Narx juda güzel yurib berdi. Hop, shunaqa entrylarni o'tkazib yubordik. Endi bu nima bo'lgan? Chalagan bo'lsak, M3 time frame olamiz. Narx mana bu yerda investment deydigan bo'lsak, mavzuni pullback oladigan bo'lsak, bu yerda yana bitta pullback bor. Keyin buni pullbackda sweep qilib ketgan maksimum bor edi. Maksimum. Nima ba'dan ikkita entry o'tkazib yubordik. Bu yoqda ham kirmasak ham bo'ladi. Masalan, monolarni bitta qastir bittasiga kirsak, qolgan nimani yopib yuborsak bo'laveradi grafikda. Tak, shunday qilib o'tkazib yuborgan. Undan keyin bizda dushanba bo'ldimi? Dushanba ochildi. Dushanba xuddi shunday
Aziya FVga tashlab ketdi. O'sish jarayonida Sidney Aziyani boshlanishi, Sidneyda oxir Aziyani boshlanishi полностью likvidlarni yechildi, narx reversal harakat qildi, ya'ni o'sish uchun harakat qildi. 1 soatlik FVga tashlab ketdi bizda. M3 yoki M5 time frame'ga olamiz. 1 soatlik FVga. Narx 1 soatlik FVga ichida nima qilyapti? Bittagi minimumni yechdi. Inducement pullback zonani yechdi, pullback. Pullbackni yechdi, mana maksimumda slom struktura qildi desak, masalan, slom qildi deydigan bo'lsak. Endi keyingi shamdan keyingi shamdan 1-2 kirsak bo'lardi mana shamdan. Mana FVgani hop, mana slom struktura qilgandan keyin mana shamda MSS bergandan keyin, slom bergandan keyin shu yerda o'zidan riskga qo'shilsak, o'zi bizga tezdagina 1-2 yo'nalish bo'yicha berardi. Chunki Aziya o'ta kuchli darajada o'sib kelyapti. Tak, bizda order flow ham bor edi bu zonalarda. Order flow narx o'zining likvidlarini, minimumlarini yechib kelyapti. Bir soatlik FVganing ichida yana manipulyatsiya bo'ldi, qaranglar. Oxirgi minimum, maksimum yechgan minimum pullback bo'lyapti, inducement hisoblanyapti. Bu inducementimizni yechdilar. Inducementni yechdi. Mana slom struktura deydigan bo'lsak, mana shift yoki mana shift deb olamiz, zonani shift deb olamiz. M1 time frame'da. Ya'ni 1 soatlik FVga zona oxirgi minimumni yechdi, manipulyatsiya berdi, narx strukturani sindirdi, qaytib kelishida shift qaytib kelishida MSS dan qaytib kelishida mana shu zonani buy to sell move, sell to buy move zonani o'zidan 1-2 target qo'ysak bo'lardi. 1 soatlik FVganing ichida manipulyatsiya berganini hisobga olib, lekin buni ham ko'rmadik. Buni ham o'tkazib yubordim men. Boshqa narsaga chalg'ib, boshqa narsaga umuman bir bekorcha narsalarga chalg'ib buni ham o'tkazib yubordim. Demek, bu yerda ikkinchi manipulyatsiya bo'lyapti, 1 soatlik ichida ketdi. Undan keyin yana o'sish jarayonida FVgadan reaksiya olgandan keyin yana 1 soatlik FVga tashlab ketdi. Yana 1 soatlik FVga tashlab ketdi. Buni chopib tashlaymiz. Mana bu 1 soatlik tashlab ketgan FVga. Bu FVganing ichida ham nima bo'lyapti? Inducement yechdi. Inducement yechdi. Mana slom berdi. Biz kirsak, biz yoki mana o'zidan kirsak bo'lardi, yoki mana bu buy sell move zona, sell to buy move zona. Mana slom struktura berdi-yu, MSS berdi. MSS bergandan keyin birinchi minimumni switch qildi. Mana shu zonadan yoki men FVgani o'zidan 50% dan stopda bir 50 pipsga qo'yib 50 pips qo'ygan bo'lganimizda uqalab chiqib ketgan bo'lardi ekanmiz. Stop qo'yish jarayonida xato qanday? Ya'ni birinchi targetni aniqlab olish kerak ekanda. Ya'ni targetimiz mana shuni Londonda high bo'ladigan bo'lsa, Londonda high deydigan bo'lsa yoki mana undan keyingi zona
target deb oladigan bo'lsak, shunga nisbatan stopni moslash kerak. Qani shunga nisbatan 1-2 oladigan bo'lsak, qayerga qo'yardik stopni? Stopni nimaga qo'ygan bo'lardi ekan? Ya'ni 88-90 pips atrofida. Bizga narx 1-2 yuz berish kerak bo'lsa. Yoki buy to sell move o'zidan keladigan bo'lsak, stop tugaga qo'yadigan bo'lsak, 1-2 olishimiz uchun bizga mana shuncha chiqib berish kerak narx. Bu yergacha chiqmagan. Yaxshi, bu FVG'ning ichida, M3 time frame'da keldi, narx risk qaytib ketdi. Bu yerdan balki mana shuni 50% dan kirsak bo'lardi yoki mana manipulyatsiyadan keyin manipulyatsiya qildi, narx yetishgandan keyin mana shu 50% dan tiqib olsak bo'lardi. Yoki mana buy to sell move o'zidan tiqib olsak bo'lardi narx. Unda tiqib olganimizda biz stop olgan bo'lardi ekan bu holatda. Undan keyin yana 1 soatlik yana biron narsa bormidi? Demak, shunaqa holat. Savdo qilishni bilmayapman, xullas setupni ishlata olmayapman. Setup bor, lekin uni ishlata olmayapman. Ko'rib, shunga ko'z o'rganish kerak mana shu holni, mana shu setupni ishlatishda. Ya'ni 1 soat bugungi holatmi bu? Nima uchun buni belgiladim, hozir ko'rsataman. Bizda Aziya tushib kelyapti. Endi bunday ishlab qoldim. Men ko'proq mana holat bo'lsa, manaqa holat bo'ladigan bo'lsa, men ideal deb kirib olaman. Shart kirib oladigan fe'lim bor. Trendga qarshimi, u farqi yo'q. Shunaqa holat bo'lsa kirib olaman. Bu oddiy industrial yechilishi bo'lishi ham mumkin-da. Bu narx bu yoqqa emas, narx bu yoqqa ketishi mumkin. Shuning uchun bu zonada belgilab chiqqanman industrial zonalarni M5 da. Ya'ni Aziya bizda ochildi. Aziya narx tushib kelyapti. Industriallar belgiladim, har bitta industriallar. Mana shu zonada kirishim kerak edi. Frankfurt ya'ni ochildi. Bu industrialni yechdi Frankfurt. Men kirishda to'xtaganim, o'ylanib qolgan joyim mana bu joyda, mana bu joyda. Struktura sindi-da, slom struktura berdi, qarang. Shift berdi, mana shu shift zonaga MSSga qaytib keldi narx. Nagacha chiqib beradimikin deb o'yladim men. Yana shu o'zim eski bunaqa ustanovkam bo'yicha, o'zim eski shu slif ustanovkam bo'yicha, slif setupim bo'yicha fikrladim. Nimani o'zim qo'ygan limitni, ya'ni limit ham qo'ydim men. Limitni qayerga qo'ydim, aytaymi? Limitni mana shu zonaga qo'ydim. Narx mana shu yerga qo'ydim limit. Qo'ygan ekanman limit. Prosta qaranglar nima bo'ldi. Narx keldi, limitdan qaytib ketdi. Mana bu joyda limitni olmasdan mana shu ham qaytib bordi. Endi men teparoqdan ketarmikin deb turib, limitni men sal tepaga menga ko'tarib qo'ydim. Mana industrialni yechilishiga ko'tarib qo'ydim. Menga qo'yishim kerak edi limit. Yoki shu yerdan market bosishim kerak edi. Narx bitta impuls bergandan keyin market bosishim kerak edi. Stopim 50 pips. Shunaqa. Ya'ni hozirgi o'ylab turgan instrument bo'yicha, ya'ni setup bo'yicha qanaqa qilsam bo'ladi?
Yani narx tushib kelyapti kichkina time frame'da. Inducement yasab tushib kelyaptimi? Qanaqadir zonaga borib, inducementni yechgandan keyin yana davomsiz ishlashim kerak. Shunaqa qilishim kerak. Ya'ni MSS уже MSS mana slom struktura berdi deb mendan bayiga emas, naоборот, slom struktura berdi deb mana shu zonadan cellga kirishim kerak. Stop 50 pips qilib. Shunaqa setup qilishim kerak. Faqat buni trend yo'nalishi bo'yicha qaranglar nima bo'ldi. Xo'p, Frankfurt ochildi, bizga aytgan joyimizgacha yurib berdi. 1-2 yurib berdimi? 1-2 yurib berdi. Undan keyin yana inducement yasadi narx. Işte inducement yasadi, ya'ni oxirgi minimumni maksimumni yechdi, undan keyin minimumni yechdi, inducement deb olamiz. Mana shu pullback zona. Pullback qildi. Mana shu pullback o'zidan yana 50 pips bilan kirishim kerak edi, stop 50 pips bilan. Trend davom etyapti, shu trend yo'nalishi bo'yicha kirishim kerak. Ketdi narx. Tushib ketdimi? 1 soatda bizda mana уже FVG bo'lib qoldi. Tushish jarayonida. Mana. Nima olib tashlaymiz? Tushish jarayonida bizga FVG tashlab berdi. Inducementni yechdi, dalsha yana sellga ketdik. Narx bizga 1 soatda FVG tashlab berdimi? Mana shu FVG zonaga narx yana qaytib keldi. Mana hop, investment yo'q. Keldi 50% dan. Nima qildi? 50% dan o'zi yasagan maksimumni yechdi. Yana shu zonadan yana sellga kirsak bo'ladi. Yoki 50% ni o'zidan yana 50 pips risk qilsam bo'ladi. 100 pips. 50 pips stop bilan, 50 pips stop risk qilsam, 1-2 olsam, направление bo'yicha, yo'nalish bo'yicha kirsam bo'ladi. Lekin men buni ham o'tkazib yubordim, uni ham o'tkazib yubordim. Yana imkon bersa, uni ham o'tkazib yuborsam kerak. Shunga ko'zda o'rgatish kerak, shunaqa bir setup qilish kerak. Shu hech bo'lmasa kunlik yurishni ichida, mana shunaqa kunlik yurishni ichida inducementdan 1-2 ushlab olish. Mana endi bu yer inducement hisoblanadi. Keyin narx chiqib, uni otsa, yetsa mana inducement. Mana shu joydan kirsa bo'ladi. Xullas shunaqa. New York hozir Londonda lowni manipulyatsiya qildi, PDLni yechdi. PDL yechildi. Pastda daily FVG'miz bor ekan. Narx tushishi mumkin bo'lgan zona. Qiymatda FVG bor, 1 soatlik FVG. Hozir bu PDLni yechdi. Hamdaroqqa chiqishi mumkin. Korreksiya qilishi mumkin, keyin tushishi mumkin. Shunga hozir o'ylanib qoldim. Agar shunaqa setup qilsam-chi, shunaqa yo'nalish bo'yicha ishlasam-chi, bektasam qildim ozgina. Bu tomonlarda. Любой joyda olsak, narx tushib kelayotgan joyini oladigan bo'lsak, bizga investment yasab tushib kelyapti narx. Narx tushdi. Sydney sessiyasida investment yasagan, Aziya yechdi. Bayni biz bu payt o'qlayotgan bo'lsak, xo'p, bizga keyin minimumini qayerda yechdi? Minimumini shu yerda yechdi. Biz uchun investment pullback qayerda bo'ladi? Mana bu zonada bo'ladi. Yaxshi. Undan keyingi pullback
Undan keyingi pullbackimiz mana. Ya'ni oxirgi shamda high low'ni yechdi. Agar sog'lom pullback bo'ladi, ya'ni oxirgi investment zona hisoblanadi. Bizda London ochildi. Narx global downtrend sellga o'zgarganini hisobga olsak, ya'ni bu yerda ham tushib kelgan. Bu yerda yana tushdi, yana marta islom struktura berdi, likvidlarni, stoplarni yechib. Bizda narx sell uchun ketyapti deydigan bo'lsak, mana shu zonadan yana 50 pips risk qilsak bo'ladi. 50 pips risk qilsak 1-2 mana low deyechkicha narx yurib berdi. Undan keyin bizda yana pullbackni qayerdan olishimiz kerak? Pullback minimum, maksimum, minimum. Ya'ni mana minimumni yechdi. Bu minimumni yechishdagi maksimum mana shu maksimum. Sog'lom pullback. Sog'lom korreksiya. Ya'ni pullback hisoblanyapti. Demak, dars ketamiz. Уже New York sessiyasi tugayotgan holati. Bu minimumni yechganimizdan keyin bizda yana bitta pullback tashab ketdi. Bozorda oxirida endi hech kim kirmasa kerak, masalan, bozorda oxirida kirmagan bo'ladi. New York sessiyasi o'sha oxirgi harakatlari. Aziya range bo'ldi. Aziya range holatda bo'ldi. Maksimum, minimum, maksimum, minimum, minimumda yechgan maksimum. Mana bu yerdan boss struktura o'zgardi deydigan bo'lsak, cho'kdi. Struktura o'zgardi deydigan bo'lsak, bizda inducement voqealar. Birinchi ketishda inducement strukturani yechgandan keyingi, o'zgartirgandan keyingi pullbackni olamiz. Hop, bu yerda tanasi bilan yechmagan ekan. Ya'ni mana maksimum, bu minimum. Maksimum yechdi. Pullbackni olamiz. Hali yechilmadi, inducement bizda yechilmadi. Savdoga kirishimiz uchun. Mana inducement. Ya'ni maksimum, minimum, maksimum. To'g'ri. Bundan keyin bizdagi bu maksimumimizni bu yerga yechdi. Demak, bizni mana bu pullback hisoblanadi. Narx buni olish kerak edi. Keyingi maksimumimiz maksimum, minimum, maksimum. Pullbackni yechish kerak edi, yechmadi. Xullas narx ketdi yana. Maksimum, minimum, maksimum. Hop, bu yerda kirganimizda bu yerda stop olishimiz aniq edi. Aziya уже narx движение нормально yurib berdi. London, New York, Londonda high'ni yechdi, polностью stoplarni yechdi-da, ozgina откат qiladi baribir. O'lib ketsa mana shu yerdan stop oldi. Bu yerda bizga imkon bermadi kirishga mana. Mana slom struktura bo'ldi. Slom struktura bo'lgandan keyingi minimum mana. Lekin maksimumini yechmadi. O minimumni bu minimumda olamiz. Bu maksimum, minimum, maksimum. Mana bizda qanaqa struktura bo'lyapti. Lekin bizda inducement yechilgan holati bo'lmadi-da. Mana maksimumda yechganda sham yoki buni shamda yechgan bo'lganda biz manatdan kirsak bo'ladi. Endi manatdan kirgan bo'lganimiz taqdirda ham 50 pips bilan
stop. Hop 1-2 50 pips. Stop olgan bo'lardi ekan bozorda oxirida. Darsh ketdi yana. Sidney sessiyasi o'ta agressiv o'sish bo'ldi. Maksimum, minimum, maksimum bo'lyapti. Mana bizda pullback. Maksimum, minimum, maksimum. Demak bizda mana bu pullback bo'ladi. O bir yer 1 soatlik time frame'da mana shu zona FVG bo'lishi kerak. Bir soatlik FVG. Ana shu FVG setupimiz bo'yicha, FVGning ichidagi setup bo'yicha kichkina time frame'ga olamiz. Endi 5 ga olaylik borani. Endi 5 ga oldik, nima bo'lyapti? FVGni test qildik. Narx уже накопление bo'ldi. Aziya sessiyasida akkumulyatsiya bo'ldi, manipulyatsiya bo'lyapti, dальше distributsiya bo'lyapti. Biz qanday kirsak bo'lardi? 3 time frame olamiz. Minimum yechildi. Minimumni yechgandan keyin bizga buni maksimumini tanasi bilan yorib o'tish kerak. Maksimumni tanasi bilan bu yerda yorib o'tdi mana shami. Yorib o'tdi, keyingi shamdan mana yorib o'tdi, tanasi bilan yopildi. Undan keyin bu sham ochildi. Mana shu zonadan boyiga stop manipulyatsiyani lowiga. 1-2 kirsa bo'ladigan holat. Bu zona inducement hisoblanadi. Ya'ni mana maksimum, minimum, maksimum. Bizda Aziyani o'zi ham bergan ekan. Ya'ni mana bu inducementimizni yechganidan kiradigan bo'lsa 50 pips bilan. Aziyani o'zida. Bu paytda bizda O'zbekistonda soat necha bo'layotgan bo'ladi? Soat 10 bo'ladi. Bemalol kompyuterda o'ldirib turgan birinchi papitkada nima qolgan bo'lishimiz mumkin edi. Stop. Mana shu joyda stop olgan bo'lardi ekan. Sniper stop. Keyingisi tasdiq bilan bu yerdan chiqib ketdi narx. Maksimum, minimum, maksimum yani tashlab ketyapti. Уже agressiv o'sish bo'lyapti bu yerda. Agressiv o'sish bo'ldi. New York, London. Mana shu minimumda agar 50 pips bilan kirsak stop olardi ekan. Kirib ko'ramiz. Keyingi minimum. Demek bir yerda ham stop oldik. Balkim katta time frame'ga qaraganimiz yo'q. Nimaga katta time frame'ga qaraganmiz? Katta time frame'ga qarash kerak edi. Bizda nima bo'lyapti? Ya'ni kun ochildi, Aziya, London bizda nimani yechdi? O'tgan haftani hayini yechdi. Hayini yechgandan keyin atkat qilishi tabiiy hol. Hayini yechgandan keyin bayiga zonadan bayiga kirish bu to'g'ri kelmasa kerak haqiqatdan. Shuning uchun qaytib yuborgan narx. Demak bizga likvid zonani yechgandan keyin, ya'ni buy side'ni yechgandan keyin narx korreksiya qilib beradi ekan. Bu yerda kirmaymiz ekan. Bu yerda kirmayman ekan. Mana shu yerdan inducement sanab ketishim kerak ekan, qani. Bitta, ikkita,
3 ta investment. Bizda investmentimizni yechgandan keyin bu yerdan 50 pips ko'ramiz. 50 pips risk qilamiz. Stopga yetar yetmaydigan, yetmasdan. 1-2 yo'l berdi. Ya'ni biz limit emas, mana shu nimamizni yechilishini kutish kerak ekan. Investmentni yechilishini impuls bilan yechdi va mana shu zonalardan уже sellga tiqaveramiz. 50 pips stop bilan. Limit ko'p qo'ysak, pachag'ini chiqarib stopimizni ham olishi mumkin ekan. Lekin mana shu shamda 5 minutlik time frame'da уже sham o'sib kelyaptimi? Buni yechishi mumkin, matdan kiraman deb mana shuni ikkosini o'rtasidan shu zonalardan kiraversa bo'laverar ekan. Mana birinchi investmentni yechib o'tdimi? Mana shu joydan 50 pips kirsak, bizga 100 pips tashlab berar ekan bemalol. Undan keyingi maksimumimiz mana maksimumda olamiz. Order flow yo'nalish, order flow bo'yicha-da. Tak, undan keyin Aziya ochilyapti. Bizda narx dalish o'sishi mumkin yoki tushishi mumkin. Biz katta time frame'ga bitta qarab olamiz. Time frame'ga bitta qarab olamizda, likvid yechgan narx mana shu zonalardan tashlashi mumkin yoki onu yana bitta sweep qilib tashlashi mumkin. Bir soatlik FV'ga tashlab ketgan. FV'ning ichida manipulyatsiya bo'lyapti. Mana bu entry'miz ham shu FV'ning ichidagi manipulyatsiyaga to'g'ri kelibdi. New Yorkda. Keyin Aziya ochilgan, Aziya ham FV'ning 50% dan bitta tashlagan. Undan keyin London chiqib ketgan. FV'ni полностью fulfill qildi. Полностью FV'ni bekitdi. Mandagi likvidlari yechildi. Mana kichkina time frame'da Aziya nima qilyapti? Aziya FV'ni test qilgandan keyin qaytib tushadi. Minimum, maksimum, minimum investment yechdi mana. Sweep qildi. Tak, investment sweep qildi. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Investmentimizni sweep qildi. Mana shu joydan sweep bo'lishidan investment 50 pips stop bilan Aziyada kirsak bo'ladi. Lekin biz bu holatda uxlab yotgan bo'lsak kerak edi yoki ertamangi holatda, ya'ni soat 8dagi holat, 8da kirmasak kerak. Undan keyingi investment mana. Buni yaxshi skip qilamiz, o'tkazib olamiz. Undan keyin investment yasagan mana shu zonalar, mana bu ham investment. Ya'ni investmentni yechib skip qilib tushib kelyapti. Investmentni yechganini ham investment qilib olamiz. Narx tushib kelyapti. Bu yerdan yana bitta investment. Xullas narx tushdi-da, bizga soat kelganimizcha 9:10 da agar kompyuterda ochadigan bo'lsak, bizda investment zonalarimiz bor. Bu yerda ham investment mana zonani investment qilib olamiz. Maksimum mana
shu maksimum. Demek Frankfurt ochilyapti. Investmentimiz yechdi bu yerda. Undan keyingi sham ochildi. Ba'da уже по-любому sekinlaydi. Bitta impuls bilan chiqdimi, keyingi sham sekinlaydi. Yoki dars chiqib ketish kerak. Mana shu keyingi shamdan yoki shu yerdan 50 pips riskda. Target 1.2. 1.2 dan oldi chiqib ketgandan keyin narx уже dars chiqib ketdi. Bayga. Demek ki yana bizga endi spin tashlab ketyapti mana. Undan keyin investment payr bo'lyapti. Uni yechdi investmentni qaranglar. Maksimum, minimum, maksimum. Investmentimiz yechdi. Investmentimiz yechilgan joydan 50 pips. Bayga risk 1.2. Keyingi biz investmentimiz mana bo'ladi. Sell site yechgandan keyin уже narx bizga tashlab berishi mumkin deb. Yo'da bir marta yoki bu yerda bir marta take olganimizdan keyin, bu yerda bir marta take olganimizdan keyin уже bizga bozorda vashi qizig'i yo'q. Xohlasa grafik monitori teshib chiqib ketsin naryoq. Investment. Buni yechgandan keyin sell investmentini istaymiz mana. Bu yerda sell. Oxirgi minimumda yechgandan keyin. Tak, euro mana shu zonada. Funtda nima bo'lgan ekan? Funtda ham New Yorkchiga yecha olmagan. Euroda ham yecha olmadi. Agar bizda struktura sellga o'zgardi, pastga tushadi deb kirgan bo'lganimizda stop bilan bosib qo'yardi ekan, stop olgan bo'lardi ekan. Demek New York sessiyasida yana bitta mana investment. Mana investment. To'g'ri, bizga imkon bermagan boshqa. Ular shunaqa. Ya'ni setupni shunaqa o'zgartirish kerak shunga. Narx tushuvchi trend bo'lsa, narx tushib kelyaptimi? Batdan razvorotini qidirmasdan investment zonadan dalishi davomiga ishlash kerak. Men doim shunaqa qilardim. Narx tushib kelyaptimi? Bu yerdan slomdan MSS qildi, imatdan kirib olaman. Bunisidan qo'rqib qo'yganday. Kirib olaman, narx dalishi davom etib ketadi. Endi naborot narx investment yasab tushib kelyapti. Investmentni belgilab, mana shu zonadan
selga kirishga, shu yo'nalish bo'yicha, mana shu kelayotgan yo'nalish bo'yicha kirishga harakat qilish kerak. Shunaqa qilib ko'rmoqchiman endi. Faqat yo'nalish bo'yicha savdo, trend bo'yicha savdo. Bu bilan bo'lmayapti. U trendga qarshi kirib qo'yib, stop olib, trendga qarshi kirib stop olib. To'g'risi odam 5-6 marta stop olgandan keyin o'zi charchatib qo'yadi. Funtda ham xuddi shunaqa holat bo'lgan. Funtda ham industrimentlarni belgilab chiqdi. Mana oxirgi industriment belgilangan. Mana industrimentni yechgan ekan. Dalishi pastga. Yevro ham xuddi shunday. Hatta industrimentni yechdi ketdi. Endi hatta mana bu zonani yechishi mumkin yoki mayga chiqishi mumkin. Yoki mani yechgan ekan. Yoki bu industrimentda mani oladigan bo'lsak, New York o'zini bu maksimumini yechish kerak. Yetsa yana shu движение bo'yicha pastga ishlab ko'rsa bo'ladi, order flow yo'nalishi bo'yicha. Ana shu zonalardan. Shunaqa, xullas tradingda shunaqa holat bo'lyapti. Ya'ni stop orqasidan stop olyapman. Hech kisi yo'q. Hech kim bundan strafovka qilinmagan. Hammada bo'ladigan holat. Bozor o'tib ketgandan keyin matdan kirsam bo'lardi deyish oson. Realniy savdoda qiyin. O'rganishda davom etamiz, hech kisi yo'q. Biz kecha tradingda o'rganib bugun pul ko'radigan bo'lsak bo'lmaydi. Hech kim bunaqa holatda bo'lmagan. Kami 3 yil, 4 yil vaqt sarflagan nimagadir erishish uchun. Shuning uchun o'rganishda davom etamiz. Xatolarni doim yozib iloji boricha qaytarmaslikka harakat qilish kerak. Shunaqa hozircha shunaqa holat, agar yevroda imkon bersa, kelsam shu yerdan kirishga harakat qilib ko'raman. Ertaga yana video qilaman. Bilmayman bu video birov ko'radimi, yo'qmi, lekin chiqara olaman video yozib. O'zimga esdalik bo'lib qoladi.